Diqqat, pensionerlar va nafaqaxo'rlar diqqatiga. Barcha ogoh bo'lsin. Hozirgina ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishi uchun videolar ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizga har doimgidek eng so'nggi yangiliklarni yetkazib turishda davom etamiz. Diqqat qiling, pensiyaga qanday tayyorgarlik amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Menga qancha pensiya chiqar ekan yoki bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Shu sababli barcha yoshlik paytida o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi, bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozim. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganida pensiya haqida o'ylashni boshlaydi. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan? Yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar qamrab oladi. Pensiya tayinlanganidan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarda nega menga kam pensiya tayinlandi? Meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolar, shuningdek yoshlarga quyidagi tavsiyalar berildi. Kimlarga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya olish uchun erkaklarga 60 yoshga to'lganida 25 yil staj, ayollarda esa 55 yoshda to'lganida 20 yil ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Ushbu talab etiladigan nisbatan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlashda ish stajiga rasmiy ishlab, ish haqqi hisoblangan davr, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davr ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'lagan davri jami 20 yil bo'lganida 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyozi mavjud. Bunda yuqoridagi davr uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarishi uchun ta'tilda bo'lgan har bir bola uchun 3 yil, jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. Pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqqi, daromadi inobatga olinadi. Ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga huquqi shakllanib boradi. Demak, har bir fuqaro ish faoliyati va daromadini rasmiylashtirish orqali pensiyaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Barchamiz pensiya yoshiga yaqinlashgan sari endi pensiya haqida o'ylashni boshlaymiz. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan? Yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar bizni qamrab oladi. Ya'ni endi biz pensiyaga qanday chiqish, qayerga murojaat qilish, pensiya qanday hisoblanishi, bunda nimalarga hisoblanishi qiziqishni boshlaymiz. Pensiya tayinlanganidan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarimizda nega menga kam pensiya tayinlandi? Mening hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqishi uchun pensiya yoshiga yaqin qolganida fuqarolarimiz, shuningdek yoshlarimizga quyidagi tavsiyalarni beramiz. Birinchidan,
mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ketayotganligiga, ishlayotgan tashkilotingizda sizga ish staji yozib borilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun siz o'zingiz mustaqil ravishda my.gov.uz portali orqali tekshirib borishingiz ham mumkin. Ikkinchidan, raqamlashtirish davrida yashayotganimizni hisobga olgan holda o'z ish beruvchingizdan ish stajingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni talab qiling. Uchinchidan, tashkilotingiz tomonidan sizga rasmiy shaklda ish haqqi to'lanayotganligiga e'tibor bering. Bunda sizga hisoblanayotgan ish haqqi haqiqatdan qo'lingizga olayotgan ish haqqingiz, ushlab qolinayotgan daromad soliqlari, jamg'arib borilayotgan pensiya uchun o'tkazilayotganligi, ya'ni mablag'lar va boshqalarni doimiy ravishda tekshirib boring. To'rtinchidan, agarda siz norasmiy shaklda faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, o'zini band qilgan holda ro'yxatdan o'tib, pensiya jamg'armasiga belgilangan tartibdagi ijtimoiy soliq to'lab boring. Bu orqali siz ish stajingizni ko'paytirib borasiz. Beshinchidan, pensiya qonunchiligiga oid yangiliklar, ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tanishib boring. Kiritilayotgan o'zgarishlar va qo'shimchalardan xabardor bo'ling. Oltinchidan, hozirda mehnat faoliyati yuritayotgan bo'lsangiz, kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlariga mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni raqamlashtirishni so'rab murojaat qilishingiz lozim. Bunda raqamlashtirilgan ma'lumotlaringizni my.gov.uz portalida ko'rishingiz mumkin. Mehnat faoliyatingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni hozir raqamlashtirib qo'ysangiz, pensiyaga chiqish vaqti kelganida ortiqcha ovora bo'lib yurmaysiz. Yuqoridagi tavsiyalar asosida mehnat faoliyatingizni olib borsangiz, pensiya yoshiga yetganingizda pensiya ta'minoti kafolatlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pensiyaga oid har qanday masala bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 raqamiga, ya'ni kal markazi orqali savollaringizga javob olishingiz mumkin, deyilgan xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarni, ya'ni ma'lumotni siz azizlar uchun biz bir yerga jamladik va siz azizlarga yetkazdik. Bizning kichik mehnatimizni albatta qo'llab borish uchun bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun albatta yaqinlaringizga ham Telegram, WhatsApp orqali, mahalla gruppa, qarindoshlar gruppalariga ushbu xabarni yuborib tarqatishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.